Assalomu alaykum hurmatli Betmaster firmasining ashaddiy muxlislari. Xudo xolasa qisqa muddatli tanaffusdan keyin biz yana qaytdik efirga. Bugungi asosiy to'xtaladigan mavzumiz g'ozlarda, ya'ni barcha parrandalarda ko'payish mavzusi bo'ladi. Ya'ni nasl. Qachondan bular ko'payishda urchishni boshlanadi? Shular haqida gaplashamiz. Hozir o'tlarni berib qo'ydik bularni. Shu avval aytganimizdek, hurmatli obunachilar, g'ozlar 90% o't bilan, 10% holatda yem, don bilan yuradi. Mana ertalabda tashab qo'yganmiz. Bir eski o'tdi, shu dala nimada tuvli mana. Ayollar ostida. Ertalab bir eski, abitdan keyin bir eski. 2 kishi boramiz, tars o'rib 1 soat, 1,5 soatda o'rib bo'lamiz-da. Bitta yemga ekan u. Bularda hozir bitta 250 ta parranda bor, g'oz bor, jami bo'lib. Bular yeydi. Ertalab bir paqir, abitdan keyin bir paqir. Mana 20 kilodan 10 kilodan yesa 20 kilo yem yeydi. Endi 20 kilo yemda hozir shuncha parranda 250 taga bo'ladigan bo'lsa, 70-80 grammdan to'g'ri keladi bir kunda. Endi bu degani bittasi bir kunda 500 so'mdan yoki 400 so'mdan holatdagi yem deyapti-da. U o't qilib berganimizda. Chunki o't qilib bersangiz, bular qonni meddasi to'xtiraveradi. Shunaqa akalar. Endi asosiy mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, naslchilik. Ya'ni urchish davrlari qachondan boshlanadi? 6 hamda 9 raqamini eslab qolasizlar. 69, ha? Bular mayda chiqqan. Shu holatda hisoblayman, chunki mana qo'lmaga jo'jalarimiz ko'ringlar. Xudo mayda chiqqan bular. May, iyun, iyul, avgust, sentyabr, oktyabr. 6 oy. 6 oyda bular urchish jarayonlari boshlanadi. Ya'ni xo'rozlari, makiyonlari ishlaydi. Bitta urchish jarayonlari o'tib oladi. Demak, 6-oygacha, ya'ni oktyabr oyigacha biz hozir bularni xo'roz makiyonlarini saralab qo'yishimiz kerak. Ya'ni xo'rozlarni bilan makiyonlarni bir-biriga nisbatini 3:1 nisbatda qilib saralab qo'yishimiz kerak. Sababi xo'roz makiyonlari uyg'onishni boshlagandan keyin, ya'ni oktyabr oyiga o'tgandan keyin bularga tegib bo'lmaydi. Shuning uchun iloji bo'lsa sentyabr oyidan xo'roz makiyonlarni saralashni boshlaylar. Bu barcha parrandalarda. Shularni aytib o'tdim sizlarga, ulashib o'tdim. Endi ko'pchilikdan savollar kelyapti. Urchish davrida iloji boricha bularga tegmasliklarini tavsiya qilaman. Sababi o'zi ko'pchilik aytadi, g'ozlarda tuxum berish kam ekan, u kam, bu kam deydi. U noto'g'ri fikr. Noto'g'ri narsa. Avvalo berayotgan oziqasiga bog'liq. Undan keyin esa xo'sh, bularda o'sha xo'roz makiyonni nisbatiga bog'liq bo'lib qoladi akalar. Demak, sentyabr oyida xo'rozlarni qo'shish kerak-da, bularda oktyabrga tayyorlash kerak. Oktyabrdan noyabr oralig'ida urchish jarayonlari to'liq amalga oshib oladi. Bu birinchi qismda. Xo'p, keyin dekabrda to'xtaydi. Dekabr shu yanvarda, noyabrgacha bo'lsa, dekabrda bir to'xtatdi. Keyin 9-oy, ya'ni oktyabr 6-oy bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar. 9-oy yanvardan yana qaytadan urchishlar boshlanadi. Ikkinchi qism urchishda bular to'liq urug'lanib oladi. Tuxumdon hamda urug'donlari deyarli o'sha barcha urug'donlar deyarli urug'lanib bo'ladi. Urug'don va tuxumdonlari deyarli urug'lanib bo'ladi. Xullas-ki 6 hamda 9-oyda bularda urug'lanish jarayoni kechadi akalar. Fevral oyidan esa bular to'liq tuxumga kiradi. 100%. Demak, ro'parasa 10 oyda g'ozlar tuxumga kiryapti. Albatta siz ko'p tuxum, yangi mavsum uchun ko'p tuxum olaman desangiz, bulardan albatta 2 mavsum, ya'ni 2 ta, ya'ni 6 hamda 9-oylarida urug'lanishga katta e'tibor berishingiz kerak. Agar bulardan o'sha nima deydi? Yaxshi tuxum olaman desangiz, misol uchun, ko'plar aytadi 20 ta 30 ta tug'adi g'ozim deydi. O'sha 20 ta 30 ta tug'adiganlarki, birinchi qism emas, ikkinchi qismga o'tib ketib qolgan bo'ladi urug'lanish jarayonlari. Ya'ni o'sha 6-oyda bularning xo'roz makiyonni satirovka qilinmagan bo'ladi.
O'sha borib turib 9-oyda avtomatik urug'lanishni boshlaydi. Yanvar oyida. Ana shovun qilmaylar. Yanvar oyida urishni boshlaydi. Shuni hisobiga 20-30 ta, ba'zilarda 50 tagacha tuxum tug'adi. Agar siz bularni ham 6-oyda, ham 9-oyda urug'lanishini ta'minlab bersangiz, xudo xolasa 100 tadan kam tug'maydi. Shu narsalarga e'tiborli bo'lib qo'yasizlar urug'lanish jarayonlarida. Akalar, ukalar, mana hammasi yotibdi bular. Qonni to'ydi, damda olib. 6 hamda 9-oyda demak, xo'roz makonlarni nisbatini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. O'sha oktyabrda bular boshlanadi, biz sentyabrgacha xo'roz makonlarni sortirovka qilib bo'lamiz. Bularda xo'roz makonlarning nisbati 3:1 nisbatda bo'ladi, akalar. Bemalol shu holatda qilib qo'ysalaring bo'laveradi. Demak, bugun mavzumiz asosiysi shu edi, naslchilik, xo'roz makonlarni juftlashish. O'zi bularda ham deyarli uyg'onib qoldi. Deta keyingi sentyabr oyining oxiriga borib, oktyabrdan urug'lanish jarayonlari boshlanadi. Bular o'zimizning o'sha uyda yurgan toshkentlik partiyalar. Toshkent Marg'ilondan kelgan Xolmagor hamda Linda gibrid jo'jalarimiz. U yoqda fermamizdagilar, bulardan 1 oy katta holatdagilar. Ular deyarli urchish jarayonlari boshlandi. Hali videolarimda qo'yib borgandim. Urchish jarayonlari ularda ketyapti. Bular uyimizda hozir bu yerda g'ozlar to'liq patlanib chiqardi. Hozir ko'pi tulovda ketyapti. Tulov jarayonlari. Tulovdan chiqqandan keyin albatta urug'lanish jarayonlari boshlanadi. Keyin cho'milishlari nima bo'ladi deysizlar? Mana cho'milishlari aka-ukalar. Faqirlarga suv qo'yib qo'yganmiz. O'zlari patlarini to'g'rilab, cho'milib boshqa qilib yurishibdi. Bemalol imkoniyati yo'qlar ham olib foydalanib boqsa bo'ladi. Ko'pchilik sotuv deyapti. Sotuv hozir bularga sotuv e'lon qilganimiz yo'q. Xudo xolasa obuna bo'lib kuzatib tursalaring, sotuv e'lon qilishimiz bilan shu kanalga yuklaymiz. Kanal o'zimizniki. Albatta bizda toza qonli Xolmagor hamda krupniy siriy va Linda jo'jalari bo'lgan, hammasi naslchilik uchun olingan aka-ukalar. Boshidan beri bizni kuzatib turganlar yaxshi bilishadi. Bu g'ozimiz ham hozir mana ro'parasa mayda chiqqan bo'lsa, may, iyun, iyul, avgust 4 oylik bo'lyapti. Deyarli 4 oyga to'ldi. Shunaqa aka-ukalar. Ularda mana turishlariga ahamiyat berib, baho berib qo'yasizlar. Xohlasa g'ozlarimiz deyarli yaxshi, hammasi ishtib tanlangan. Hammasi naslchilik uchun olingan. Endi ko'pchilikda yana savol tug'ilishi mumkin. Xolmagor nima, Linda qanaqa zot degan savollar tug'ilishi mumkin. O'rinli savol. Xolmagor zoti g'ozlarda go'sht yo'nalishidagi zot hisoblanadi. Asosan go'sht beradi. 25 kg-gacha go'sht beradi. 20-25 kg-gacha. Xo'p, endi Linda zotiga to'xtaladigan bo'lsa, Linda zoti tuxum yo'nalishidagi zot bo'ladi asosan. Xo'p, bular asosan tuxum yo'nalishida где-то 100 tadan 120 tagacha tuxum beradi. Endi bular ikkovini biz gibridlashtirib, chatishtirib oldik. Sababi nima? Toza Xolmagor jo'jalari mishiqdan qo'rqib ketdi. O'chi nimani bo'lyapti? Toza Xolmagor zoti O'zbekiston muhitiga moslashishi qiyin. Keyin bilasizlar, toza parodali narsa o'zidan kam nasl hosil beradi, ya'ni kam nasl beradi. Albatta u parodali mollarda ham kuzatilgan. Aksariyati xunajim emas, novvoz tug'adi bilsalaring. Shunaqa. Toza narsa o'zidan, ya'ni yaxshi narsa o'zidan kam nasl qoldiradi deydi. Xuddi shunaqada. Xolmagorlarda tuxum berish miqdori kam, 15-20 tagacha tuxum beradi 1 yil mobaynida. Endi Linda bo'lsa faqat tuxum beradi. Bu go'sht beradi. Ikkovini biz chatishtirdik-da, gibrid qilib O'zbekiston muhitiga moslashadigan gibrid jo'jalar oldik. Bular 12-15 kg-gacha go'sht qiladi. Xudo xolasa dekabr oyiga borib bir tortib ham ko'rsataman, tarozlarga qo'yib, obuna bo'lib kuzatib tursalaring, o'sha kungacha boramiz albatta. 12-15 kg-gacha go'sht qiladi. Tuxum bo'lsa 100 ta plus ag'igacha beradi-da. 100 plus
tuxum beradi. Shularga garantiya. Xudo xolasa shuning uchun biz gibrid jo'jalarni boqyapmiz. Albatta nima deydi? Faqat lindani o'zi, faqat xolmagorni o'zini boqadigan bo'lsak, shunaqangi jarayonlari bor, shunaqangi narsalari, moslashuvchanlik degan narsalar bor aka-ukalar. Shuning uchun gibrid jo'jalardan shunaqangi holatda foydalansak bo'ladi, bemalol foydalansak bo'ladi. Demak, naslchilikda asosiy yo'lga qo'yishda shunga, ya'ni 69 ga ahamiyat berasizlar. 6 hamda 9 oyda bular urug'lanish jarayonlari kechadi. O'shanda xo'roz makonni to'g'rilab qo'yib, yemishlarni yaxshi qilib tursalaring, o'sha oylarda urug'lanib olib, fevral oyidan to'liq tuxumga kiradi. Biz bilan birgalikda boshlaganlar xudo xolasa so'rashyapti, telefonlar qilishyapti, savollar kelyapti. Qo'ldan kelgancha javob beryapmiz. Shu nomerlarimizni bilasizlar, bemalol telefon qilaverasizlar. Bo'lmasa ko'tarilmay qolsa ish bilan bo'lib, Telegramdan yozib qo'ysalaring ham bemalol xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob berib boraveramiz aka-ukalar. Mana. Yog'i tabiiy tomosha. G'ozlarimiz ko'ringlar. Maza qilib, qorni to'yib yotganda maza qilib nima deydi? O'zimiz ham maza qilib boramiz-da. Cho'milyapti, jarayonni ko'ringlar. Yana kimdadir qandaydir savollar bo'lsa, bemalol aytib ketaverasizlar. Javobini berib boraveramiz aka-ukalar. Wetmaster firmasida kuzatishda, qo'llashda shu video obzorni ko'rganingiz haqqiga like bosib ketishni unutmanglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring. Parrandachilik bo'yicha ham amaliy, ham nazariy tajribalardan ulashib boramiz. Chunki bizda veterinariyalar ham faoliyat yuritadi. O'sha o'zim Samarqandda o'qiyman. Xudo xolasa shularni sohasi bo'yicha o'qiyapman. Naslchilik bo'yicha veterinariyada o'qiyman. Bemalol kasalliklar bo'yicha ham savol beraverasizlar. Tajribadan kelib chiqib ham aytaveramiz. Bularni boqish, parvarish qilish, qanday daromad olish sirlarini xudo xolasa yetarli tajribaga egamiz.